Aka, uylanyapman. Yaxshi. Eng qizig'i, mebellarga pul yo'q. 10 yil oldin uylanmaysizmi uka? Kelin tomon qilardi hamma xarajatingizni. Aka, mana ishlar bizga to'g'ri kelmaydi hozir. Bo'lmasam ayb qolman, sizga bitta zo'r taklif qilib beraman. Uning ichida spalni garnituri bo'ladi full holatda. Televizor qilib beramiz, 40 ekranlik. Pech qilib beramiz, originaldan. Ham mayli idishlar to'plami ham mana bo'lsa sizga bo'lsin. Mana shu hamma sanab o'tganlarimizni oyiga 1 million 600 ming so'mdan chiqarib beramiz. Bo'ladimi? Bo'ladi aka. Shu arzon ekani hammasi. Xolodilnik, gaz pech, kir mashinalar ham o'raylik birato'la. Birato'la uka butun ro'zg'orni qilib oling. Mana skarovotga, mesarobga hammasidan bor. Qoyilmisiz? Sizga bir yaxshilik qilib bo'lmas ekan lekin.